Davlatimiz rahbarining topshirig'i bo'yicha 2019-yilda qurilgan bo'lib, yangi chiqindi poligoni 2025-yilda o'z faoliyatini boshladi. Poligon 30 gektardan iborat maydonda metan gaz yig'uvchi quvurlar va chiqindi suyuqliklarini tortuvchi nasoslar bo'lishi hisobiga yerga zarar yetmasligi bilan muhim sanaladi. Bu yerga bir kunda Toshkent shahridan 2500 tonnagacha chiqindi olib kelinadi. Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi yangi poligonni ishga tushirdik. Bu poligon zamonaviy bo'lib, Yevropa standartlariga javob beradi. Hamda biz hozir Xitoy kompaniyasi bilan shartnoma qilingan. Bu yerda eski poligon 69 gektarli poligonning ustini biz rekultivatsiya qilib berdik, ustini yopib, hozir gaz olish hamda gazni sotish hamda shu olingan gazlardan elektr energiya olish bo'yicha katta shartnomalar qilingan. Undan tashqari bu kompaniya chiqindilarni saralash va qayta ishlash bo'yicha shu yerda hozir zavod qurildi. Xudo xolasa yillar oxirigacha bu zavodlar ishga tushadi. Maxsus transfer ishlab chiqarish boshqarmasi Davlat unitar korxonasi tasarrufida bo'lgan 1055 ta chiqindi yig'ish maydonchalari va 153 ta modullarda 17362 ta chiqindi konteynerlari mavjud. Keyingi yillarda sohaga qaratilgan e'tibor bois 2025-yil davomida 12 ta yangi chiqindi yig'ish maydonchalari qurildi. Mavjud majmualarning 60 tasi mukammal, 500 tasi esa joriy ta'mirdan chiqarildi. Yana bir raqam 2025-yil davomida 515 ta maydonchalarga onlayn video kuzatuv kameralari o'rnatib chiqildi. Chiqindi yig'ish maydonlaridan yangi tipdagi qilib 12 ta rejalashtirgandik 2025-yilda, 12 tani qurib bitirdik. 500 tasi joriy ta'mirlandi hamda 60 tasi mukammal ta'mirlandi. Agar mahalla yettiligi bilan biz birgalikda ishlab, agar chiqindi yig'ish maydoni kerak bo'ladigan bo'lsa yoki modul kerak bo'ladigan bo'lsa, biz shular bilan birgalikda ishlab shu narsalarni amalga oshirdik. Hozirgi oxirgi talabga javob beradigan 60 ta modul qurdik. Undan tashqari eng asosiysi konteynerlar. 1100 ta mo'ljallagandik. Mana shu 1100 ta hokimiyat, Toshkent shahar hokimiyati yordami bilan mana shu konteynerlarni olib, mana shu eskirib ketgan joylarga biz hammasini o'rnatdik. 6 ta tumanga quyosh panellarini o'rnatdik. Bu esa 300 kilovatni tashkil qiladi. 120 ta 4 kilovatli 50 dan ortiq chiqindi yig'ish maydonlariga ham quyosh panellarini qo'ydik. 515 ta chiqindi yig'ish maydoniga kuzatuv kameralari qo'ydik. 387 ta texnika bo'ladigan bo'lsa, shularga hammasiga GPS rusumini qo'ydik. Oldi va orqalariga. Bu esa har bir texnikani qattiq yurganini biz nazoratda ushlab tura olamiz. Ma'lumki, ko'rsatilgan kommunal xizmatlar uchun iste'molchilarning o'z vaqtida to'lovlarini amalga oshirishlari xizmat sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qolaversa, tizimda mavsumga puxta hozirlik ko'rish muhim hisoblanadi. Afsuski, hamma vaqtdan barcha iste'molchilar to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiryapti deb bo'lmaydi. Bu esa qarzdorlik miqdori yildan yilga o'sib ketishiga olib keladi. Shu jihatdan 2025-yilning 7-mart sanasida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlarini ko'rsatish sohasida to'lov intizomini mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Mazkur hujjat chiqindilarni to'plash va olib chiqish bo'yicha aholiga ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lov intizomini mustahkamlash hamda qarzdorlikni kamaytirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Yangi qonun kuchga kirdi. Bu esa elektr energiyaga chiqindidan qarz bo'lsa, pul to'lovlarini oshira olmaslik. Bu esa bizga juda katta foydasi bo'ldi. Chunki biz xo'jalik hisobidagi korxona biza, shuning uchun biz o'zimiz xalqqa ko'rsatgan xizmatimizdan tushgan pullarning hisobiga masalan ish jarayonimizni yurg'azamiz. Yil boshidan beri hozirga qadar 9,5 milliard so'mlik debitor qarzdorligimiz qisqardi. Hozir mahalla yettiligi bilan birdamlikda ishlash, biz bular bilan hamma vaqtda birga ishlaymiz. Chiqindi yig'ish maydonlari qurildi, shuncha ta'mirlandi, modullar, chiqindi yig'ish maydoniga o'xshagan modullarni qo'ydik, boshqalarni qo'ydik. Aholimizdan iltimos bo'ladi, belgilangan vaqtda chiqindilarni olib chiqish hamda nima deydi, belgilangan joylarga shu chiqindilarni tashashsin. Shu iltimos qilib qolgan bo'lardi. Chunki shaharimiz kundan kunga mana rivojlanib boryapti, mehmonlar kelyapti. Mana shuncha tadbirlar o'tkazilyapti. Biror bir paket belgilanmagan joyda boshqada yotgan bo'lsa, odamning ko'nglini xira qiladi. Shuning uchun bu chiqindilarga juda ham ehtiyotkorlik bilan qarashligini so'raymiz. Aholidan to'lovlarni o'z vaqtida qilish so'rab qolamiz. Boshqarmada aholi murojaatlari bilan ishlash, ularning murojaatlarini tez va qisqa fursat
fursatda hal etish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Fuqarolar murojaatlari bilan ishlash bo'limi malakali xodimlar, kerakli jihoz hamda vositalar bilan to'liq ta'minlangan. Qolaversa, boshqarmada aholi murojaatlarini telefon orqali hal etish uchun malakali mutaxassis ish yuritadi. Mas'ul xodim tomonidan telefon orqali bo'layotgan murojaatlarga o'z vaqtida munosabat bildiriladi. Alo, assalomu alaykum. Toshkent shahar maxsus transport. Assalomu alaykum. Ha, rahmat. Lampa eshitaman. Toshkent shahari qaysi rayon? Shayxontohur rayoniga telefon qilasiz, sizga nomer beraman. Nomer yoza olasizmi? 71 247 2599. Hamma savollaringizga javob beradi. Haftasiga mahallalarga, ya'ni bizning o'zimizning maxsus texnikalarimizga haftasiga 2 marta kiradi. Kech payt nochda ham ishlaydigan mashinalarimiz bor. Kunu tun ishlaydi. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Ma'lumki, bugungi axborot kommunikatsiya texnologiya tizimi rivojlangan bir davrda tizimni raqamlashtirish muhim hisoblanadi. Shu jihatdan Maxsus Trans ishlab chiqarish boshqarmasi Davlat unitar korxonasi tizimida ham raqamlashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Bu esa aholiga ko'rsatilayotgan xizmat sifatining yanada oshishiga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentini raqamlashtirish to'g'risidagi farmonlar ijrosi Maxsus Trans davlat unitar korxonasida ta'minlash boshlangan. Men ko'rib turganimdek, bu o'z natijasini bera boshladi. Buni natijasida biz raqamlashtirish siyosati natijasida biz texnikalarni hozir mahallalarda, korxona tashkilotlarida yoki chiqindi yig'ish maydonchalarida yurgan texnikalarimiz hammasiga onlayn kuzatuv moslamalari GPS o'rnatildi. Ulardan tashqari hozirda texnikalarning o'ziga yana alohida video registrator o'rnatish amalga oshirib kelinmoqda. Bu bizga texnikalarning hududida harakatlanishi, chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqib ketilishini ta'minlashga, monitoring qilishga yordam beradi. Bundan tashqari har bir hududda joylashgan chiqindi yig'ish maydonchalariga ko'rib turganingizdek onlayn kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Bu birinchi navbatda chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqib ketilishini nazorat qilish, hududda sanitar holatini nazorat qilish, hududda yashovchi aholining osoyishtaligini, umumiy holatini nazorat qilish, uni ustida monitoring qilish imkoniyatlarini yaratadi. Hozirgi ko'rib turganingizdek chiqindi yig'ish maydonchalari Toshkent shahrining 5 ta tumaniga o'rnatildi. 2026-yil oxiriga, yil yakuniga qadar yana Toshkent shahrida joylashgan qolgan tumanlarda mavjud chiqindi yig'ish maydonchalariga onlayn kuzatuv kameralari o'rnatilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari raqamlashtirish siyosati bizga Maxsus Trans tizimida chiqindilarni nafaqat o'z vaqtida hududlardan olib chiqib ketish, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga, olib chiqib ketilayotgan chiqindi hajmini ustidan umumiy nazorat o'rnatishga, unga sarflanayotgan yoqilg'i sarf me'yorlarini to'g'irlashga, hammasini ustidan monitoring qilishga imkon yaratadi. Raqamlashtirish siyosatining natijasida Toshkent shahar hududida joylashgan 3 ta chiqindilarni qat'iy yuklash stansiyalarimiz mavjud. Bulardan hozir 2 tasiga onlayn kuzatuv kameralari o'rnatildi. Bu bizani chiqindi tashuvchi texnikalarimizni stansiyalarga kirgandagi umumiy olib kelgan chiqindi miqdorini o'lchashga, u yoqda mavjud bo'lgan yoqilg'i sarfi yoki bo'lmasa yoqilg'i quyish me'yorlarini ustidan nazorat o'rnatishga yordam beradi. Bular tunu kun uzluksiz nazorat, onlayn monitoring nazorat olib boriladi. Maxsus Trans ishlab chiqarish boshqarmasi bugungi kunga kelib Transport vazirligi huzuridagi raqamli transport markazi bilan hamkorlikda yangi o'zini tizimini ishlab chiqdi. Bu tizim bizga nima beradi? Tizimga Maxsus Trans tomonidan xizmat ko'rsatiladigan mahallalarni, hududlarni biriktirib qo'yiladi. Olib chiqib ketiladigan kunlari, qaysi kuni qaysi texnika olib chiqib ketilishi biriktiriladi. O'sha kuni o'sha texnikani o'sha yerda harakatlanishi bo'yicha nazorat o'rnatiladi. Agarda u texnika u hududlarga bormasa yoki marshrut bo'yicha yo'nalishda harakatlanmasa, tizim Maxsus Trans tomonidan ishlab chiqilgan tizim bu narsa bo'yicha bizga ko'rsatma uydirmani beradi. Bu qanaqa bo'ladi? Hudud ustida texnikalarni ustida nazorat qilishimizning imkoniyatini yanada yaxshilaydi, yanada oshiradi. Maxsus Trans ishlab chiqqan tizimning toza poytaxt. Bundan tashqari Maxsus Trans tizimida murojaatlar bo'yicha, chiqindilar bo'yicha, bildiriladigan murojaatlar bo'yicha call center tashkil qilganmiz. Har bir tizim AMG yoki toza poytaxt elektron tizimi orqali nazorat qiladi. Kameralarning hammasi Hikkanek platformasida ishlaydi. Hammasining ustidan onlayn nazorat o'rnatilgan. Toshkent shahrining Uchtepa tumani har tomonlama rivojlanib borayotgan hududlardan hisoblanadi. Qolaversa, tuman aholisi soni yildan yilga ko'payib, hududda ko'plab yangi turar joy binolari barpo etilmoqda. Bu o'z-o'zidan kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar zimmasiga alohida mas'uliyat yuklashi tayin. Maxsus Trans ishlab chiqarish boshqarmasi davlat unitar korxonasining Uchtepa Maxsus Trans avtotransport filiali tomonidan kun mobaynida 150 tonnagacha chiqindi olib ketiladi. Korxona tomonidan qabrab olingan 56 ta mahalla hududiga 84 ta chiqindi yig'ish maydonchalari qurilgan.
Uchtepa tumani hududini chiqindilardan tozalash maqsadida bir kunda 28 ta maxsus chiqindi yig'ish avtomashinasi, 28 nafar haydovchi, 30 ta yuk ortuvchi xizmatchilar ishga chiqariladi. Mazkur filial binosi ta'mirdan chiqarildi. Binoga quyosh panel jihozi o'rnatildi. Bu yerda xodimlar, texnikalar, ayniqsa iste'molchilar uchun zarur shart-sharoit yaratildi. So'nggi yillarda filial uchun eng zamonaviy transport vositalari xarid qilindi. Ayni paytda ularning soni 33 taga yetgan. 56 mahallaga xizmat ko'rsatamiz. Shundan 56 mahalladan 17 tasi ko'p qavatli uylardan iborat. 39 ta yerli mahallaga xizmat ko'rsatamiz. 84 ta chiqindi yig'ish maydonchalarimiz mavjud. 2025-yilda 4 ta kapitalniy remont bo'ldi, ya'ni qurib berilgani bo'ldi. Hozirgi kunda shu 242 ming aholiga xizmat ko'rsatayotgan bo'lsa, shundan yana orasida yana korxonalarga ham xizmat ko'rsatamiz. Korxonalarning ichida bizda maktab, bog'chalarimiz bor. Transportlarimiz hozirgi kunda biz kuniga chiqaradiganimiz 29 ta 30 ta texnika chiqariladi. Buni orasida bir haftada bir marta shofyorlarimiz dam olishadi. Shular buni orasida 6 tasi 23 tadan 6 tasi korxonalarning usulini olsa, qolgani yerli mahalla haftasiga 2 marta kiramiz. 2 marta tozalanadi. Ishlashga sharoit yaxshi, faqat ishlash kerak. To'lovlar ham hammasi joyida, ya'ni bizda to'lovlar bilan shug'ullanadigan, ya'ni odam sonini aniqlaydigan, keyin qarzdorlikni ogohlantirib beradigan bizning o'zlarini nazoratchilarimiz bor. Shu nazoratchimiz ogohlantiradi hammasini qilish uchun. Yana bir narsani iltimos qilib qolardim-ki, bizning ishimizda ko'rayotgan bo'lsangiz, hali insonlardan chiqqan hamma oxirgi musini olib chiqib ketadiganlar. Shuning uchun ham puli ham unaqa qimmat emas. Aholimizdan bitta narsani iltimos qilardimki, ayrim endi hammasi emas. Misol uchun debitor degan narsa bor, qarzdorlik. Shularni misol uchun o'z vaqtida to'latsa, biz ham oyliklarni, maoshlarni o'z vaqtida berish, kerakli texnikalarni, ya'ni yangi texnikalar olishimizga bunda bizga imkoniyat yaratiladi. Uchtepa maxsus avtotransport filiali tomonidan 2025-yil mobaynida 10 ta maydonchalar mukammal hamda joriy ta'mirdan chiqarildi. Bugungi kunga kelib mavjud barcha chiqindi yig'ish maydonchalari zamonaviy, barcha talablarga javob beradigan holga keltirildi. Jumladan bu yerda zamonaviy chiqindi konteynerlari, suv tarmoqlari, to'liq ta'mirlangan xonalar, video kuzatuv kameralari, maxsus texnikalarning hamda aholining kirib chiqishi uchun qurilgan yo'laklar shular jumlasidandir. 51-sonli chiqindi yig'ish maydonchamizda bu maydonchamiz 2025-yilda qayta qurib bitirilgan zamonaviy chiqindi yig'ish maydonchamiz. Bu maydonchamizda ko'rganinglardek kuzatuv kameralarimiz bor. Bu ichida yashovchi bitta xona, keyin suv, sovuq suv, tualetlar hammasi zamonaviy holda qilingan. Bunaqa chiqindi yig'ish maydonchamizda 10 ta qayta qurib bitirildi. Kelajakda yana bizning o'zlarini rejalarimiz bor, rahbariyat tomonidan qilingan. Shu reja bo'yicha xuddi shunday chiqindi yig'ish maydonchalarini qurish rejalashtirganmiz. Poytaxtimizning Shayxontohur tumani asosan xorijlik sayyohlar ko'p tashrif buyuradigan hudud hisoblanadi. Bu esa tuman hududlari doimiy ravishda orasida toza va ozoda bo'lishni taqozo etadi. Shu jihatdan tumandagi barcha tashkilotlar qatori Maxsus Trans ishlab chiqarish boshqarmasining Shayxontohur Maxsus Trans avtotransport filiali tomonidan ham muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu filialda ham xodimlar, ham texnikalar uchun barcha shart-sharoit mavjud. Filialning keng hovlisida transportlarni saqlash uchun maxsus joylar tashkil etilgan. So'nggi yillarda filial uchun eng zamonaviy transport vositalari xarid qilindi. Ayni paytda ularning soni 44 taga yetdi. Shayxontohur Maxsus Trans avtotransport filialida iste'molchilar uchun barcha sharoit yaratilgan. Bunda fuqarolarning hujjatlar masalasida yoki to'lovlarni amalga oshirishda barcha imkoniyatlar yo'lga qo'yilgan. Filialga keluvchi iste'molchilarning savollariga mutaxassislar o'z vaqtida javob berishadi. Shayxontohur Maxsus Trans avtotransport filiali tomonidan tuman hududidagi 51 ta mahalla fuqarolari yig'iniga hamda 63 ming nafar iste'molchilarga xizmat ko'rsatib kelinayapti. Bugungi kunda tumanda 66 ta chiqindi yig'ish maydonchalari tashkil etilgan bo'lib, chiqindilar ushbu maydonchalarga yig'iladi va reja jadval asosida olib ketiladi. Demak, Shayxontohur Maxsus Trans avtotransport filialimizda umumiy texnikalarimiz hajmi 44 ta texnikamiz bor. Shundan 40 tasi maxsus texnikalarimiz. Hamma texnikalarimizga GPS o'rnatilgan. Demak, biz o'sha GPS orqali texnikamiz qachon, qaysi vaqtda, qaysi mahallada yurishni ko'rish imkoniyatiga egamiz. Bundan tashqari ishchilarimizdan ishga uyga borib, ishga ertalab voqea olib kelish uchun avtobus xizmatimiz bor. Bu ham bizning texnikamiz hisobiga kiradi. Bizda Shayxontohur tumanida 300 mingdan ziyod aholiga xizmat ko'rsatamiz. 51 ta mahallani o'z ichiga qamraganmiz. Chiqindi yig'ish shoxobchalarimizga keladigan bo'lsak, jami 65 ta chiqindi yig'ish shoxobchamiz bor. O'shandan 20 tasidan oshig'i zamonaviy qaytadan qurilgan shoxobchalarimiz, qolganlari hammasi joriy ta'mirdan chiqarilgan. Hammasiga kamera o'rnatish jarayonlari hozir yakunlanib qolindi. Undan tashqari demak quyosh panellari o'rnatilgan.
shoxobchalarimiz holati hammasi shunaqa a'lo darajada. Kuz qish mavsumiga maxsus transimiz, korxonamiz tayyor. Zaxira fondlari hammasi yaratilgan. Undan tashqari ikkita texnikamizga qor kurash uchun atval o'rnatilgan. Xodimlarimizga albatta qishda ishlash uchun sharoitlarimiz bor. Undan tashqari yana bizning servisimiz yonimizda joylashgan. Texnikalarimiz buzilgan holatda unaqa ko'p turib qolmaymiz. Baribir joriy ta'miri bor, texnika baribir. Birpasda darrov yigitlar chiqishadi-yu, biz olib chiqamiz. Undan tashqari o'zimizning rem zonamiz bor. Shu o'rinda yana o'sha dispetcher xonamiz, mexanik xonalarimiz, doktorimiz borlar, hamma personalimiz tayyor jarayonda ishlaydi hammasi. 26-yilga rejamiz birinchi o'rinda shu aholini xizmatini qilish, tuman sanitar holatini yaxshilash, yana ham yaxshilash darajasini oshirish. Undan tashqari mana hozir har bir mahallaga haftasiga 2 marta kirish tizimi yo'lga qo'yildi. Biz bu narsani hozir bir 100% qamrab oldik desa mubolag'a bo'lmaydi. Bu jarayon